Sunnatilla, buni bekor olib kelibsiz. Bo'lmaydi-yu bu. Nimaga bo'lmaydi? Buni burchakka qo'yganimdan keyin shpatulni qo'ysam 3 mm zazori bor. To'ldirib chiqarammikan buni? Siz buni yopishtirishni bilmas ekansiz. Qachon yopishtirasiz buni o'zi? Buni hozir podgotovkadan oldin yopishtirib yuboraman. Bo'ldi, podgotovkadan oldin yopishtirsangiz, sizni podgotovkangiz necha millimetr bo'ladi? Misol uchun, cho'rnovoy shpaklovka, stikloxoz, finish shpaklovka. 4 mm bo'ladi. Bo'ldi, mana shuni qo'yganingizdan keyin buni shpatulangizni berib turing. Ustiga chiqazib tortmaysiz. Shu dumaloqi bor-ku, dumaloqga taqayib tortaverasiz. O'shanda shu hisobi kelib chiqadi, ya'ni 3 mm o'shani siloga hisob bo'ladi. Buni qirrasiga qarab chiqaraman buni. Buni qirrasini chiqazmaysiz. Qirra o'zi Yevropa standarti bo'yicha dumaloq bo'lishi kerak. Sababi ikkita yaxshi tomoni bor. Mani jiyanim yoshligimizda kalovat ustidan yiqilganda shu qirrasiga kalla qo'yib turib, peshanasi yirtilib ketgan. Agar bu dumaloq burchak bo'ladigan bo'lsa, xavfsizlik nuqtai nazaridan to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Ikkinchi plyus tomoni, bu narsa ertaga uchib ketaveradi, qirra bo'ladigan bo'lsa. Uni hech kim to'xtata olmaydi. Shuning uchun qirra emas, dumaloq avvalgi burchaklar hozirgi paytda modaga chiqib qoldi. Misol uchun, kafilgan borsiz, 45 ochiq qo'ygan. Lekin unda ham ozgina avvalgi bo'ladi. Nimaga? Xavfsizlik nuqtai nazaridan.